Bu hikoyani oxirigacha eshiting. Bir kuni dehqonning eshagi quduqqa tushib ketibdi. Bechora eshak soatlab yig'lashni boshlabdi. Dehqon esa nima qilishni o'ylabdi. Eshak baribir qarib qolgandi. Quduqni esa shundoq ham yopish kerak edi. Eshakni quduqdan chiqarib olish foydasiz edi. Va dehqon oxirida quduqni birato'la ko'mib yuborishni qaror qilibdi. U boshqa qo'shnilarni unga yordam berishga chaqiribdi. Ular ketmonlarni olishdi va quduqqa qum tashlashni boshlashibdi. Boshida eshak nima bo'layotganini anglabdi va juda qattiq hangrashni boshlabdi. Keyin hammani hayron qoldirib shunchaki jim bo'lib qolibdi. Bir necha marta qum tashlagach dehqon quduqning pastiga qarabdi va ko'rgan narsasidan hayron qolibdi. Quduqqa tushayotgan har bir qumdan eshak ajablanarli tarzda foydalanardi. U qumni ustidan qoqib tashlab bir qadam yuqoriga ko'tarilayotgandi. Hamma eshakning ustiga qum tashlayotgan sari qumni qoqib tashlab yuqoriga ko'tarilardi. Sal vaqtdan keyin eshak quduqdan sakrab chiqdi va hammani lol qoldirdi. Hayot sening ustingga qumlar tashlaydi va ulardan qutulishning yo'li bu qumni qoqib tashlab yuqoriga ko'tarilish. Har bir muammoying bu bir qadam. Sen hattoki eng chuqur quduqdan ham chiqib keta olasan. Shunchaki to'xtama, taslim bo'lma va qumni qoqib tashlab yuqoriga ko'taril.